Erkinlik serkisi Cahangir Xoja 1765 yili 14 avgustdagi Uchturpan irqiy qirg'inchiligidan keyin ishg'ol ostidagi Uyg'urlarla emas, hatto mustaqil Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi, Afg'on va Badaxshon shohlarimi Manching xonligiga qarshi kurash qilishga bir mezgil jur'at qila olmadi. Oradan taxminan 50 yil o'tgandan keyin Qashqariyada eng keng ko'lamli xalq qo'zg'olonlarining muqaddimasini yanada Uyg'urlar boshladi. Bu dal Xo'ja Jahongir qo'zg'oloni edi. 1820 yildan 1828 yillari orasidagi Jahongir Xo'ja qo'zg'oloni butun Sharqiy Turkistonning siyosiy tarixini o'zgartirish rolini o'ynagan bo'lib, Jahongir Xo'ja qo'zg'oloni 1863 yildan 1878 yillardagi umumiy qo'zg'olon va mustaqil 7 shahar Qashqariya davlatining asosini solgan edi. Milodiy 1759 yili 17 oktyabr kallisi elinib, noyabrda Javxuyga sovg'a qilingan Burhoniddin Xo'janing Badaxshon qatliamida hayot qolgan birdan-bir o'g'li Samsaq Xo'ja cho'ng bo'lib Buxoro va Qo'qon qatorliq joylarda o'z vatanini Manjularning qo'lidan ozod qilish tashviqotlari elib borgan. Samsaq Xo'janing bu ideyasi uning 1788 yili tug'ilgan kichik o'g'li Jahongirning kuchlik irodasiga aylangan bo'lib, milodiya 1820 yili Jahongir Qo'qon shahridan qochib chiqib, Pamir Oloy tog'larining Qashqar bilan chegaradosh joylarida o'z yoranlari bilan birga harakat boshladi. Garchi tunji qitim mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, xilida tajriba to'plab oldi. 1824 yili qaytadan hujum boshlab, yana zarba yeb chekindi. Biroq qilchi umidsizlanmadi. 1826 yili yozda minglagan qirg'izlarni qirib tashlab, o'zini tutqili kelgan Manchingning eng sarxil 500 qo'shinini bir tor jilg'ida qorshab butunlay yo'qotdi. Atalmış yengilmez Manching qo'shinlarining bu holini ko'rgan qirg'izlar har tarafdan uningga yordamga keldi. U Qashqarga kelgicha xalq Manching aparatlarini pachoqlab tashlab qarshi oldi. Shu yili 24 avgust Jahongir Xo'ja Sahidiya xonligining davomi va ravoji bo'lgan Qashqariya xonligini qurib, o'zini Said Jahongir Sultan deb atadi. To'limi afsus. Vafosiz Qo'qon xoni Qashqariyani Qo'qonning bir partisi qilmoqchi bo'lganda Jahongir Xo'janing rad qilishiga uchrab, uni halqiliq paytda yolg'iz tashlab chekinib ketdi. Oqibat 1827 yili Aqsuda putirab turayotgan 70 ming kishilik Manching qo'shini ilg'or qurollar bilan Qashqarga bostirib keldi. 1828 yili bahorgacha 1 millionga yaqin Uyg'ur xalqi dushman bilan elishib shahid bo'ldi. Yolg'iz Payzavatning Yengovat degan yerdilar Jahongir Xo'jaga fidoyi bo'lib jang qilgan Uyg'urlardan 100 ming kishi qirilib ketdi. Jahongir Xo'ja vatan va xalqni dushmanning qilichi ostiga tashlab berib, qechib ketishni nomus bilib, Qashqar xalqining qirilib ketmasligi uchun shaharni tashlab, Qashqar Opal atrofida partizanlik urush qildi. Biroq uni shu yerdagi Isoq Beg degan xoin aldab bog'lab olib, Manching qo'shiniga tutib berdi. Buning bedeliga Isoq Beg Aran Opalning begi bo'la oladi. 1828 yili 28 mayda Manching ishg'olchilari Qashqar xalqidan 10 minglagan kishilarni turkumga bo'lib, İli vodisiga paaladi. Uyg'ur xalqining qahramon qizi Nozigummu shu qatorda ilig'i palandi. Jahongir Xo'jani bo'lsa, shu yili 22 iyun Temir qafasga solab Beijingga elib ketdi.
17 oktyabr Cahangir Xo'ja o'ldirilib, jasadi itloqi chanab berildi. Cahangir Xo'jadan keyin Qashqariya tinchlanmadi. 1830 yildan toki 1863 yildagi umumiy qo'zg'olonchi bo'lgan orliqda 1830 yili, 1847 yili, 1857 yili davomli turda Qo'qondagi Xo'ja avlodlari Qashqariyadan qechib borgan Uyg'ur fidokorlari Qo'qonliklar va qirg'izlarning yordami bilan qaytadan Qashqardagi qo'zg'olonlarga yetakchilik qilishni davomlashtirdi. Natijada 1862 yili xalqimiz umumiyuzlik qo'zg'olib 1864 yilgacha vatanimizning asosliq joylarini to'liq ozod qilib 101 yillik Manching mustamlikasiga xotima berdi. Bular ichida Cahangir Xo'jadan 10 yil keyin tug'ilgan Sodir Palvon yetakchiligidagi qo'zg'olonchilar 101 yillik mustamlika apparati ili general mahkamasiga xotima berdi. Cahangir Xo'ja hozirmi Uyg'ur yoshlari uchun simvollik va ulgulik bir dahi. U bundaq yuqori o'ringa nuqul o'zining Xo'ja avlodi bo'lgan dinni salohiyati bilan emas, balki kichigidan boshlab yetildirgan milliy ruhi, vatan xalq so'ygisi hamda kuchli dushmanga qarshi jasorat va farosat bilan izchil kurash qilganligidan, eng muhimi 1740 yildan 1840 yilgacha Char Rossiyadagi Jahongir davlatlarmi shig'i tegishga jur'at qilolmagan Manching xonligidan 3 qitim hokimiyatni tortib elib, o'z xalqining dushmanga qarshi sungan jasoratini qaytadan asliga keltirganligidan bo'lgan. Cahangir Xo'jadan keyingi 200 yillik tarixga qaraydigan bo'lsak, uningdek ham diniy rahbarlik, ham milliy rahbarlik, ham siyosiy rahbarlik, ham harbiy rahbarlik iqtidori birlashib ketgan mukammal dahini asosan topolmaymiz. Merhum Turg'un Almas Efendi 20-asrda Uyg'urlarga dahi bo'la oladigan ikki odam o'tdi. Ular Muhammad Amin Bug'ra Efendi va Ahmadjon Qosimi degan edi. 1858 yili Qashqarda maxfiy harbiy axborot to'plagan Qozoq shahzodasi Cho'qon Valixonov Cahangir Xo'ja qo'zg'oloniga baho berib, Cahangir Xo'ja qo'zg'olonidan keyin Osiyoliklarning nazarida mag'lub qilish mumkin emas deb hisoblangan Manju imperiyasining barliq ojizliklari pash bo'ldi. Qashqariya vatanparvarlari sunmas ruh bilan yashadi. Ham o'z vatanining mustaqilligini asliga keltirishga bo'lgan yangi va kuchli umidga erishdi deb xulosa chiqargan. Tarix uning xulosasini tasdiqladi.